Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana Open byudjet, ochiq byudjetda 2026 birinchi mavsumi boshlandi. Mahallamiz nomidan 37-o'rta maktabda qo'shimcha bino hamda bolalar uchun ovqatlanish uchun oshxona qo'yganmiz. 1,260 millionlik loyiha bo'lib, bunda mahalla, qo'ni-qo'shni, qarindosh urug', jamiki tanishlar bo'lsa, silkalar tashlaymiz, shunga ovoz berishlaringizni so'raymiz. Bu ovoz faqat siz uchun emas, bolalaringiz uchun, bolalar kelajagi uchun kerak. Hammalaringdan uyushqoqlik bilan 10-martdan 20-martgacha bo'ladigan Open byudjetga ovoz berish jarayonida faol ishtirok etib, hammamizni shu g'alaba qilib, bolalarimiz kelajagi uchun ovoz berib, maktabimiz rivojlanishiga hissa qo'shishlarini so'rayman. Hammamiz birdan bo'lsak, bir kuch bo'lsak, Xudo xolasa buni yutamiz, yutib chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mahalladoshlar, shu sababli maktab jamoasi hozir uyma yurishni boshlagan. Har birlaring o'zlaring begonasiramasdan kelgan odamga, kelgan bolalarga, domlalar bilan billa hasharga chiqishgan, majburiy mehnat emas. Shu maktab uchun jon kuydirishyapti. Shular uyga kirganda jamiki nechta pasportga olingan bo'lsa, shu telefon nomerlaringni berib, ovoz berishlaringni so'raymiz. Salomat bo'linglar.